Hurmatli fermerlar, chorvadorlar, zamonaviy chorvadorlar. Xo'p, yaqinda yangi kichikroq bir loyihamizni boshlagandik. O'shani davom ettiramiz. Keyingi suhbatdoshimiz o'z chorvaning mehmoni Zohidjon aka bo'ladi. Farg'onalik Quvalik akamiz, ustozimiz. Shu kishi bilan suhbat qilamiz. Oldinroqdan e'lon qilib qo'yay dedim. Kim qanaqa savollar bezovta qilsa, qanday muammolar bezovta qilsa va qaysi savollarga javob topmoqchi bo'lsa, Zohidjon akadan so'ramoqchi, bilmoqchi bo'lgan narsalaringiz bo'lsa, kommentda yozib ketsalaringiz har birini o'qib chiqaman va so'rash joiz bo'lsa, so'rash kerak bo'ladiganlar bo'lsa, Zohidjon akadan so'rab, o'sha podkastda oydinlik kiritamiz. Va yana ko'pchilik so'ragan ekan, sen o'sha vahima qilgan loyihang shumi? Shunga bizdan obuna bo'lishni so'raganmiding? Vet vrachlarga nima aloqasi bor? Dehqonlarga nima aloqasi bor? Boshqa degan gaplar qilgan ekan. Yo'q, men aytgan loyiha bu emas. Men aytgan loyiha u tez orada chiqadi, ishga tushadi. Juda katta narsa. Bu loyiha men aytgan emas. Shunday ekan, kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa davomli bo'ladi va undan keyin kimni mehmon qilib chaqirib suhbatini olishni xohlaysizlar, belgilab yozib ketinglar. Meni rejamda esa kelishib qo'yganmiz Akmal aka bilan, Ideal Agrarda Ismoil aka bilan kelishib qo'yganmiz. U kishilarning ham vaqti bo'lishi bilan biz suhbatlashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar.